Assalomu alaykum. Surxondaryo telekanalida Qo'shtirnoq hajviy dasturi yana efirda. Bugun ham har galgidek bir-biridan qiziqarli hangomalar tayyorlab qo'yganmiz. Tayyormisiz? Unda boshlaymiz. Bizda birinchi mavzu yaxshilik qilish to'g'risida. Qani, ketdik. Bir qism pulingiz yo'qmi? Uyga ketolmay o'tiribman. Xo'p, akajon. Xo'p. Juda qiynalgan insonga o'xshaysiz-da. Mana, marhamat. Rahmat, saxiy inson odam. Sog' bo'ling. Yegali narsangiz yo'qmi? Yegali, boya bolalar non olib chiqdi hozir. Mana shu bo'lay qolgan ekan. Marhamat, bemalol. Bemalol. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin sizdan. Rahmat, salomat bo'ling. Qarang, kechqurunlari sovqat yeyapman. Yegali kiyimingiz yo'qmi? Kiyim. Xo'p, mayli. Mana shu kostyum sizga akajon. Mana oling. Bemalol kiyib oling. Mana shu kostyum sizga akajon. Bemalol, bexijolat. Bexijolat. Rahmat. Juda ham yaxshi inson ekansiz. Rahmat, sog' bo'ling. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondan yaxshi kimki ondan yaxshi Mayli-da. Vaqt qo'yib bo'ldi. Hurmatli tomoshabin, xo'sh, bizning birinchi namoyish qilgan hangomamiz sizlarga manzur bo'ldimi? Oldinda hali biri-biridan qiziqarli voqealar turibdi. Ekran qarshisiga yana ham yaxshiroq joylashib olasiz. Endi biz tayyorlab qo'yganimiz shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak. Muxlislar tomonidan yuborilgan voqea, hangoma biz sahnalashtirganmiz. Qani bitta tomosha qilib ko'ringchi. Sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Shaharga o'tiring. Qancha bo'ladi? Ot bilan tuya bo'larmidi? O'tiravermaysizmi singlim? Qishlog'imning soylari go'zal, bo'ylarida suv ichaman. Ko'cha to'la loylari go'zal, har bahorda loy kechaman. Sizdan 6000 so'm bo'ldi. Nimaga 6000 so'm? Bir kishiga 3000 dan-ku. Siz 2 kishisiz. Maylimi 2 kishiga to'laysiz. 3000 dan 6000 so'm bo'ladi, ha. Mayli. Mana 10 ming. Yaxshi. Mana qaytimingiz 4000 so'm. Mayli. Sog' salomat yetimang. Qo'lingizga oling sog' salomat. Ha. Egizakligini bilmadi. Bunisi 9000 so'mda olib qo'yar ya. Hayda ozroq. Bo'ldi bolam. Mana shunday. Yaxshi.
Assalomu alaykum. Bu, yaxshimisiz? Rahmat, o'zi yaxshimisiz? O bolam, O, labbay. mashinangga bir kishi qarab turishi kerak emasmi? Mana men qarab turaman bolam. Yo'q, ota rahmat. Men darrov ishim shu 5 daqiqada bo'ladigan ishim bor. Shart Baloningni birontasi teshib ketishi mumkin bolam. Yo'q, kim nimaga teshadi ota? Teshmaydi. O bolam, Darrov chiqaman. laboyingni sindirib ketishi mumkin bolam. 20 ming ber, qarab turay. Kim shu ishni qiladi-ya? Mana menda bolam. Men sindirib qo'yishim mumkin. 20 mingga qarab turay bolam. Mana hamma mashinaga men qarab turibman. Ota, bo'lmasa qarang, mana 10 ming so'm berayin ota. 10 Endi ming rozi so'm. bo'lasiz, ota qarab turasiz. Men qarab turaman, faqat baloning kimda teshib ketishi mumkin bolam. Men qarang, men bo'lmasa men Bo'ldi. Yaxshilab qarab qo'ygan. Hech kim tegilmaydi. Mana men o'zim qarab turaman. Endi tirikchilikda aybi yo'q. O'zimdan o'zimni himoya qilib turmasam ham bo'lmaydi shunday. Hozirda avtomashinasiga gaz uskunasini o'rnatmagan haydovchi bo'lmasa kerak. Sababini o'zingiz yaxshi tushunib turibsiz. Benzinning narxi o'ziga yarasha, gaz bizga qulay, ham arzon. Shu sababli majburmiz. Xullas, gaz uskunasini o'rnatishda juda ham sinchkovlik bilan mutaxassislarga o'rnattirgan ma'qul menimcha. Ayrim holatda endi bu kabi holatlar uchramasa kerak-ku. Endi bunga yaqinroq holatlar balkim bordir. Hey! Anvar Bey! Anvar Bey! Yakın tezek. Al bana onu neydi? Canla tezek de vurdu. Ota tinchlikmi? 2 yıldan beri vurdu. Haydi vurdu, canla tezek bekle. Bana maaşını sırasını gaz o'rnatmasak bo'lmaydi bana. Ota, Ha. gaz o'rnataman dedim. Gaz o'rnatish 5 milliondan o'tib ketibdi, ota. Kim senga pulga o'rnataman deyapti. Uydagi gazni olib chiq, gaz balonni olib chiq. Bor tez bor. Uyda gaz bo'ladimi? Ha, bor olib chiq, tez bor. Tez yugur. Jonga tegib ketdi. Qiynalib ketdi odam. Mana, olib kel bu yoqqa. Olib kel. Buni o'tyapsizmi? Qo'y meni yerga. Ha, shu bo'ladi mana. Qo'y meni yerga. Yotqizib qo'y. Mana qara, mana. Hech kimga mishayt qilmaydi. Mana shuni o'tiradi, mana oyog'ini qo'yadi, bo'ldi, ketaveradi. Bo'ldi. Shalankani olib kel. Qanday shlanka? Mana shu gazdan shuni ulaysan-da, mana motorga shuni tiqasan, bo'ldi. Bor. Shalankani olib kel. Olib ket tez bor. Ota, manaki. Mana yerga Mana shlanka. ko'rasanmi motorni? Ha. Buni bittasini shu yerga ulaysan, bittasini u yoqqa ulaysan. Ula tez bor. Bu yoqqa? Ha, ula. Uladingmi? Manaki. Uladingmi? Ha. Shoshmay tur hozir, shoshmay tur. Men ketdik deganimda ochasan gaz balonni bola. Shoshmay tur. Xo'p. Shoshma bola. Oshuraymi ota? Och endi. Yoshi 80 dan o'tgan jon shirin ekanda. Hozir ota. Voy bolam a. Nima bo'lsa ham mashina hech narsa qilgan bo'lmasin. Ob-havo sovishi ortidan ba'zi kasalliklar yuzaga chiqa boshlaydi. Endi inson kasal bo'lgandan keyin
imkoni boricha yengilroq yo'l bilan davolanishga harakat qiladi. Misol uchun, kimdir sarimsoq, piyoz nimagadir foyda, yana echki suti yana nimagadir foyda. Ha, echki suti. Bizda hozir echki suti qanaqa kasalliklarga foyda bo'lishi to'g'risida bitta voqea tayyorlaganmiz. Tomosha qilib ko'ramiz. Zo'r bo'ldimi? Eskini Kaçma, gel, gel. Növbet qiladi. Birinchi men. Hamma narsada birinchi men bo'lganman. Bo'ldi. Kim bor? Menmi? Kaçma. Bakın dedim ben sana aytdim otar. Sen gidelim. Hayır dedi. Ortada yakan lekin başlıyor. Вечере форму bilesin adı. Seni. Davay. Davay. Bo'ldi. Ha? Bo'ldi mi? Haydi. Yaxshi, молодец. Bo'ldi, haydi. Haydi. Doktor buva, biz kiyimgani yechgan. Ha? Xo'sh, namoyish qilayotgan hangomalar yoqyaptimi? Biz hali tugatmadik. Endi birozgina tarixga qaytamiz. Rais bor, to'xtayman. To'xta, ha. To'xtadim mana baba. Aytgaman. Obaylar, Kirib yarak. taklif qil. King. Sen nechasan sen? Sen yoshlig'imda eslataysan. Yomon patalini qilsan. King reis bu. Mana qaytyapti. Oniki dalada ish qizg'in. Ha, молодец. Sen o'zing kuzatdingmi? Ha. Ko'rak terib ketmaydi hech kim. Termaydi, hech kim termaydi. Meni bu ro'yonimizda o'zi 4,5 ming gektar yeri bor. Hop. Sotgan yerlarimizni hisob-kitob ko'rayapman. 4 ming juda ichib ketyapti qo'ling. Adashib mana qumqurg'on mana shu tomondan qo'shib topib kelganmiz yo'qmi? Bunday emas, reis. Bunday bo'lsa janjal ketadi. Balkim bizniki 4,5 mingdan ko'pdir. Hali sotilmagan yer ham ko'p, reis bu. Yo'q. Sotilmagan yer ham ko'p. Xalqimga gapir. Qol, kenga. Yakki. Ke, reis bo'ldi. Tuzuk kelib, siz ham ke. Hey. Men ke. Ha, kenga. Mana qol. Ha. Bu mutaxassislarning fikricha xalqimizning turmush hayoti tubdan o'zgarib rivojlanib boryapti. Shunday. Ha. Shunday. Hokim bova, lekin xalqning fikri unday emas-ku. Xalq mutaxassis emas-da. Ana shunday. Oliy ma'lumotlar aytyapti. Bunday. Mana biz Xudoga shukr yaxshi yashaganmiz. Shunday. Hozir ham yaxshi yashayapmiz. Shunday. Bundan keyin ham yaxshi yashaymiz. Shunday. Ha. Hokim baba, Ha. biz qachon yaxshi yashaymiz unda? Hey. Kimin ko'pirim-ku? Yaxshi yashamay ostimga sening material gapirib qo'ygan bo'lsam, kreditini to'layapsan-da. Bunday ko'ring. Davay. Mana Makkaga mana 1 gektar Makkani yaxshilab o'rib silis qilib, Aha. davlatga topshiringlar. Esingdan chiqmasin, bir tilchikasi yo'qolmasin. Bo'ldi, davlat aka bu. O'zgarib qopdim. Endi hokim bova bizdan sizga arzimas sovg'ada. Ha. Ha, tagidan shamol jurtmisin, ha? Ana, chinqon. Deding bor, deding. Ana chinqon. King. Hoppa! Ana hokim bova sizga jo'rashdi. Hayda. O'sha reis. Hayda. Hasha seni nimaga? Hajin oraqa. Hurmatli kulgu muxlislari, sizlarga namoyish qilgan voqealar, hangomalar manzur bo'ldimi? Endi kamchiligi bo'lsa, uzr so'raymiz. Fikrlaringizni Telegram manziliga qoldirishingiz mumkin. Hamisha sizlarga qayta ta'kidlaganimiz o'sha hayotingizda uchragan qiziqarli voqealar, hangomalar bo'lsa ham ushbu Telegram manziliga bemalol yozib jo'natishingiz mumkin. Bugunchalik shular edi. Kayfiyatni ko'taramiz, xursand bo'lib, faqat olg'a
E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling. Thank you.